Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi velosipedimiz Made in Germaniya Damskiy variantidan. Razmeri 28 razmerda. Bunga mana almashgan joyida egar almashgan, qo'shimcha oldiga savat qo'shilgan. Shu qolgan joyida radniy holatda signallarigacha bor. 3 ta skors bilan jihozlangan. Apparatlarni ko'rishlar mumkin. Ichi ochilmagan garantiyali apparat. Orqa bagajlar nержавейка, qanotlar nержавейка. Mana ko'rishlar mumkin. Spisalarigacha nержавейка. Diskalari alyumin diskada. Holati idealniy holatdaman. Deyarli petnosi ham juda kam. Holati yangirog'idan bu. Orqadan ko'rinishlari. Juda chiroyli, emotional narsa. Yoshi kattaroq otaxonlar yoki chiqib tushishga qiynaladiganlar bo'lsa, juda qulay narsa. Chiqib tushishga qiynalishmaydi, gavda egilmaydi. Holati idealniy holatda. Pedallarigacha mana diplomat pedal. Bilsalaring, oldin Ural Ice velosipedlarda xuddi shunaqa pedal chiqqan mana. Xuddi shu pedaldan mana. Holati idealniy holatda, qisqa qilib aytganda. Mana zashtliklarigacha alyumin. Kulit soladiganlargacha bor. Kimga shu velosiped yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishdan chiqmasin. Murojaat uchun pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Xudo xohlasa chiroyli qilib yetkazib beramiz.